Qaysi o'qishga? Ta'lim. Yo'q, qaysi yo'nalish? Yo'nalish qaysi yo'nalish? IT? Kimlar yaxshi? Yosh nechida? 17. 17dami? O'quv maqsadlaring aytishinglar rivojlanyapti-ku, ITlar hamma sohaga kerak. Bu misol kontrakt bo'lib qolsa, misol ta'lim kiritlari bor. Juda nimali, ayollarga mana poyezsiz deyapti. Uzoq muddatli bitirganingizdan ketib qo'yasiz. Erkaklar poyezdli bo'ladi, poyezdni to'lab turadi, lekin tanani u nimadan keyin to'lanadi-da. Endi demoqchiman, ilgaridan juda nimalar imkoniyatlar, haligi bunaqa qulayliklar sizlar uchun, talabalar uchun juda nima. Shuncha harakat qilib faqat o'sha nimaga ilinish kerak-da, kontraktga. Vujudga kirib kelsalar, ustiga olamiz. Yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Endi bo'lmasa vujudga kirishi juda nima yo'q, lekin kontraktga harakat qilib o'qib olsalar keyinchalik yaxshi bo'ladi. Yaxshimisiz? Nima qilasiz? Nima chevarxona? Qaysi mahallada? Obodmi? Obod bo'lsa bizga qaraydi, biz mahallamiz. Demak, çok mashina kerakmi sizga? Sizlar mashina nima kerak endi? Çok mashina shu Mashinalar, ha? Ha? Bo'lmasa shu çok mashinani qaydaligini bilib ko'rib maqsadsiz, hozir narx qo'yib berayotganmiz 10 milliongacha. Çok mashinalar juda qimmat bo'lmaydi, o'sha jekmi, jak deydi, boshqa deydi, o'sha o'zingiz yoqqan Averrosi ham bo'ladi. Averrosi bilan birga olsangiz 5-6 million bo'lsa kerak, kelasi, yo'qsa 8 million qancha bo'lsa ham qo'lingizga chiroyli qilib kartangizni tashlab bersak, o'zingiz ko'rib tanlab bozordan qilib olasiz. Bu yerda shartda ma'qul, boshqa ma'qul qilmasdan, ha? Uyga qo'yasizmi, uyga xonadonga? Xonadonga qo'yib, ko'paytirib maqsadni sekin-sekin aka-ukalar, tanish-bilishlar, qo'ni-qo'shnilar, boshqalarni ham jalb qilib, bunday kengaytirsangiz yaxshi bo'ladi. Bu kirit yopsangiz, keyin ro'yxatdan o'tib yakka tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, ko'proq orasida bir yerga joy olib, hokimlikdan so'raymiz, joy ajratib berasiz sizga tikuvchilik shu mashina. Keyinchalik demoqchi, sekin-sekin. Yoksa bitta chop mashinani bitta nima qilib bo'lmaydi-yu. O'zingiz nima qilib yursangiz bo'ladi, lekin ko'paytirish kerak. Prezident bilan Andijonga borganda ham ko'ryapsiz-ku, qanday nimalar mahallada tashkil bo'ldi. O'sha sizlarda qilmagan mashina, oddiy mashina. Imtiyozli kiritlar o'sha bo'ylab tadbirkor kiritdan bor, undan o'zi 8 foiz. Shuni olib, narx qo'yib bersak, bozordan olib, boshqa o'rnatib, boshqa oldidan boshqa maqsangiz bo'ladi. Faqat shu mahalla hokim yordamchisi bor mahallangizda, mahallada, mahallada hokim yordamchisi siz joyingizni o'rganib, siz ariza qilsangiz, arizaga bizga tavsiyanoma beradi. Joyni ko'rsatsa, mana mayli bitta tashlab qo'yaman, mana cho'q mashina o'rnataman, mana ishlayman desangiz, sharoitni ko'radida rasmiy olib